Köp qismliq tor filmi To'yliq mojarosi. 4-qism. Biroq to'yning chiqimi bunun bilan tugmaydigan tursa ukam. Uy tayyorlaydigan, to'y qizni girim qiladigan, to'yliq rasmga tushadigan, to'y film suratga oladigan, yana taxi to'y markazi tayyorlaydigan, yana taxi kashki вечерка. Voy voy. Bu chiqimlar qandoqmi chidab bo'larsan ukam? Bu to'yni bek izlab ketarsanmi? Bo'ldi. Bu gaplarni qilmag'in acha. Bularni o'ylasam, men ham portlab ketgudek bo'ldi. Rostini desam, o'g'il bola bo'lmoq bek taskan. Agar to'y qilmaydigan ish bo'lsa, menga mushundaq o'tib ketar edim. Undaq dema ukam, qandoq qilamiz? Endi ham ish ahli mallik oshkorni bo'lgan vaqtda to'yni no'saq toza qamlashmoqdak. Onun ustiga u qiziqsiningmi ko'ngling bor ekan. Ko'nglingni yerim qilma ukam. Bu kunlarni o'tib ketar. Asli ukam bu qatim tuyongda san ko'p yordamlarni qilgan bor edi. Lekin hozir bizning oilaning ahvolim toza yaxshi emas. Onun ustiga yaqinda akamni tijorat qilib, sodir ko'p ziyon tortib ketdi. Xabar bo'lmay ukam. Men hammani tushundim acha. Bo'ldi. Ortiqcha gap qilma. Men qaytay. Ukam bu Nimiş bo'ldi? Hacı beşin salpayıp ketipti o. Raylardan bilen kırıştın mı balam? Onun ahvali qandaqroq ekan? Nimiş bo'ldi balam? Bir ish bo'ldimi? Rayla adam intayin qiyin kunda qapti ona. Onu körüp içim içip gitti. Vay canım sığlım. Yaştırıp üzülüp gitip sen sığlım. Senden vakti da ehval soruyalmaptın an sığlım. Vay sana bu neme kegilek sığlım. Vay sen. Bo'ldi, yig'lama ana, ko'nglingni yerim qilma. O'zing tutib ol. Sen mi bilirse balam? Asli Rayla adamның o iflas bilen toy qilg'usi yo'qdi. Rayla adamның dadısı öz vaqtida uning yo'ldishining puli ko'pken, undaq boyken, bundaq boyken, mashinasi borken deb majbur to'yini qilib qo'ygan. Barkallı o 80 ming yuan to'yliq puli elib ketdiken, Rayla adamның dadısı xo'shalligidan ko'ranglab og'zi quliqiga yetib ketgan edi. Mana endi Rayla adamның dadısının o'lib ketdi. To'yliq pulni ko'p ekeganga Rayla adam baxtli bo'lsa bo'lmamdi. Undaq bo'lmadi. Rayla adamның dadısı tugab ketgandan keyin bu iflos topgan pullarini haroq ichib o'ynab tugatdi. Bichora singlimning hech holini qo'ymadi. Ahir dadam chidab tura olmay Rayla adamni ajrashtirib yetaman deb uyga akilib oldi. Bu hayvonni yana 1000 to'g'ri digizgandan keyin qayta yana qo'shib berdi. Dadam singlimizni bek qo'g'daydi. Amma dadam ölüp ketgandan keyin bu yer yutqu hayvan bichar sonimizga kun ko'rsatmabdi emasmi? Voy bichar solim, voy bichar solim. Men bugun Rayla adamning qanchalik azobli turmush kechirayotganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Rayla adam hatto o'zining uyidimi cho'nroq nafaslanishga petinolmaydi ekan. To'ydan keyin Rayla adamni cho'qim uyga akilib olaman. Shunday qilayli balam. Bo'lmasa Rayla adamning tirik turib jini chiqib ketgudek.
Aras balam, pulning amalini qanday qilamiz? Men Anvar akam, Mat Qurbon akamlar bilan ko'rishib boqaymikin ana. Ular ikkilisi tijoratchi bo'lgandan keyin oz-to'la yordam qilar deb o'ylayman. Yana og'aylarim bilan ko'rishib boqay. Yordam qilib qolsa ajab emas. Bu filmning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizni qo'shib eling. Ko'p qismli to'r filmi To'yliq mojarosi. 5-qism. Oy, Anvar aka, ajab bağlı sallatı gül tamaşası qılayotgandek. Kallarımga heveslanib qarab turib ketishanga. Bu tuyuqsiz jindek paydo bo'lib qolding ya? Qaysi shamol uchirib keldi ukamsini bu yerga? Qanday yaxshi turatamsan? Yaxshi Anvar aka, o'zingchi, uy ichi tinchlikmi? Yangamning ahvoli qandayroq? Yaxshi turatam ukam. Yangangmi? Yaxshi. Lekin sen yangang meni tashlab qo'yib sayohatga chiqyapti emasmi? Nima? Meni tashlab qo'yib? Bu nima degani hamda? Ha, boshqa ish yo'q, chaqchaq qo'ydim ukam. Va yaqinda bir sayohat shirkatiga tizimtib qo'ygan shular bilan sayohatga chiqyapti. Ha, undaq degani aka, ajab sayohatga sen chiqmabsan-ku. Sayohatga chiqib nima qilaman ukam? Men sayohatga chiqsam, men kala topoq qo'ylar och qoladi degan gap. Och qolsa uruqlab qoladi degan gap. Am bularni samatimizda bir muncha yem qashak ketidi degan gap. Shuningdan keyin bir muncha ziyon bo'ladi degan gap ukam. Shu bundaq ziyon bo'ldig'achni qilmasman har qancha olsam. Onun üstüge bu da kalalarını şükür ülkelerge açıkıp bazır xili obdan içilip kaldı. Şun bu fırsatını çiğen tutup köpek pul tepamsak bulmaz kam. Kallan acayip işlerdiken olsun aka. Xalqlarning sini Anvar Bodaq degani bikam eskende. Bu deganing mu urulluq endi. Urulluq bulmay ukam. Aras özümüzün gibi kelayli ukam. Qana sen beni bir ashla izlab kelganmidda? He, seni bir muhim ish bilan izlab kelgandim aka. Tuni avval o'ltirib qo'yinglar. Senmi bilsa aka, yaqinda to'yimni qilmoqchi bo'lib tayyorlik qilayotgan. Ha, meni maslahat anglab kelganmidda? Ha, bo'ldi. Qani, qanday maslahat olsa so'ravergin. Men sana to'g'ri maslahat beraman. So'ra. Men hamishda xabar topdim. Alsam oldin qapda Qosim Sapraning uyiga beribsizlar. Asli men bu bilib berishib beraman deb o'ylagan. Lekin qattiq zurriyat ishlam baramay qolib qoldim. Alsam to'liq pulni qolib kelibsizlar. Amni qog'ini shu to'yni to'xtatgan yalam qapti. Ha bu mu bo'g'ini? Lekin to'yni qachon to'xtatgan bo'ldinglar? O'kam bu nima yo'lda bu chiroying yomg'ir yog'dirgandekmi tatirib ketdi ya? Nimasini deysan aka? To'yni qaysi kunga to'xtatish emas. Bu to'yni to'xtab qolmaskan deb andishida bo'lyapmiz. Sana gapni ochiqla dey aka. Qosim akam to'yliq pulni oz ko'rib, bu to'yni to'xtatmoqchi bo'lyapti. Shunga sendan yordam so'rab atayin kelishim. Voy nima yo'lda hamda? Qosim Sapradigan qirq olsak, nimda to'yliq pulni oz ko'rdi ekan? Qandigina nechta pul qo'ygandan ukam? Men nereden bilay Qosim akamning bundaq deyishini. Şu 30 ming ko'y olgan to'q. Nima? 30 ming ko'y? O canım ukam, 30 ming ko'y ko'dan anda topaqdan 3 kilo da ukam 3. Ben Qosimga az ko'rdim shu pulni. Qani digina ukam ani qizi nima ish qiladi? Biyaning kabi sorma. Ya birader nech pul majalada chiqsalar. Nerede gapni qildigan aka? O professor emas. Hozir vaqtincha bu yerda ishlayapti. Necha ming ko'y ish haqi olmaydi. Lekin o'zi bilimlik, tirishchan. Qo'yg'ina ukam anda tirishchanligini. Hamma amaliyat bo'g'ini yaxshi ukam. Ya birader muqim xizmat olmasa, oyda necha ming ko'y maash olmasa, namoz qilsa kushpushning qiziga. Uning ustiga shaharliklar bilan yeziqlar o'xshamaydi ukam. Modiga yeza. Ta oldi kelimiz dansapaqi ish qilamiz. Aslida 30 ming ko'y emas, 15 ming ko'y olib bo'ladigan inshaalloh. Aslida hammasi o'zinglar aşu o'tibsizlar. Ya sen bek voydab ketdingmi oydin tushgan xidimga? Ya senin gradusing sal o'lab qoldimi ya? Bu nima degani hamda? Hech ish beshingdan o'tib boqmaganda gap qildigan aka. Acaba sen to'y qilgan vaqtingda bunday ishlar beshingga kelib boqmaganmi? Ha buni so'rab qoldi ukam. Men to'y qilgan chaqda bor-ku. Aran 3 mingga pul olgan 3 ming ko'y. Tega bu pulni jirqirab.
Qayntam bilan zokonlashib, men ko'p pulni qaytarib olgan men. Qarasini holingni. Menchilikmi bilanmay. Bo'ldi aka, sen bilan gap talashib yurmay. Qanday qilay endi? Odamning beshiga har xil ishlar keldi ekan. To'y xetinimi et bo'ldik. Endi bu to'yni voz kechsam, faqning oldida nomusli qolmamdimi? Shuna bir amal qilib, kam pulni to'liqlab, bu to'yni qilay degan aka. Nim deganing bu? Xuddi jonni qizila qolganda gap qilsan ya? Qanchalik ishda bu nomusli qolg'dak? Agar nomusli qoldi deysizmi, Qosim Safar o'zi nomusli qoladi. Sen bu ishni hargiz yan tortmaysan. Nima ish qilmadimsan? Sizlar ishga to'y qilib ep bo'ldinglar. Bu to'y buzilsa, sen o'tida köpiga o'g'inam, bir to'y qilib bo'lgan cho'kan deb hisoblandi. Cho'kan deganning qimmati hamini qizdan tuvan uqam. Gapimni tushundingmi? Sen bu ishni bak aldiroqsanlik qilsan. Sen gaqima jimli turib olsang, Qosim Safar qizni sen qo'sh qilib agab beramdi o'taga. Şuna kalın işletimiz uka. Bu filmning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizni qo'shib eling. Ko'p qismli to'r filmi To'yliq mojarosi. 6-qism. Sizlar ishga to'y qilib ep bo'ldinglar. Bu to'y buzilsa, sen o'tida köpiga o'g'inam, bir to'y qilib bo'lgan cho'kan deb hisoblandi. Gapimni tushundingmi? Şu aldaqsanlik qilma. Sallijim turib olsang, Qosim Safar qizni qo'sh qilib sen agap beramdi o'taga. Lekin sen undaq degan bilan aka, men o qizni bo'ldi avkab o'zining gapini yo'g'iltirib vermay. Mening gapimni olgin. Sen har qachon o qizni anda yaxshi ko'rman, manda yaxshi ko'rman deyishing mumkin. Lekin anda gapning bir oqmaydigan gapka. Nima u yaxshi ko'rdim, ko'ydim, pishdim degan gap. Maqara o'g'il bola degan qizlar ancha bilib kelsak yaxshi bo'lmaydi. Hozir shu qizlar samandek. Eng yaxshisi bu ishni men qo'yib bergan. Mening qo'ycha og'illimning har simiz bo'dak o'z qizvallari bor. Shu qizvallardan sana birini deyishib, jiq to'yliq olmayla sana ap berma. Esta, nerga tayini yo'q gapni qildikansan aka. Mening olmoqchi bo'lganim ya molchavri bo'lmasa, odamga bunda chaqchaq qilmag'ina. Bo'pti. O'zining ixtiyori. Bu ishda hech kimni majbur qilib bo'lmaydi. Agar shu qiz bilan cho'qim to'y qilma desang, bo'pti, to'y qilgin. Men sana mushunchalik maslahat bera olaman. Maslahat berganingga rahmat aka. Lekin shu bu to'y ishida qo'lim sal qisqab qoldi. İqtisodiy jihatdan ozroq yordam qila olasanmi? Men mushu ish uchun kelgan aka. Nima? Menda maslahat og'li kelganmiki desam, pul turib kelganman-ku. Maslahat desang, maslahat beralayman afka. Lekin sen şu pul endi senden ushamayman canım ukam. Eğildeki bir muncha kala qo'yilni ko'rganim bilan hammasi qaris. Mavu yavatgan yem xashaklarni qarz kelyapman ukam. Onun ustiga bu qatim ishkirga ochiqqan mol chorvalardan xilli jiq ziyon chiqdi. Bu kunlarda ishlim toza olg'i bosmayotdi ukam. Onun ustiga dardimni o'zim bilan bilaman. Bo'lmasa sana ko'p yordamlarni qilg'im bor amaliyotda. Aka, sen bayam texi molchaylarni ishkirga akirib, xil obdan bozor ochilib qoldi deyapman-tan. Nima? Men shunday dedimmi? Ukam, sen baribir kichik, ba'zi ishlarni tushunmaysan ukam. Bu bir necha yil burun qishlar. Demismi, ukam, bir necha yil ilgari hal kunimiz xeyli yaxshi. Agar shu chaqli bulab qolgan bo'lsam, to'ying o'zim bir qo'liq ratim emasmi? Chunki sen achamning balasi. Sen menga yat emas ku. Shuna to'g'ri. Aka kal yugurib kelyapti-ku. Acha. Yaxshimi, qandaqroq ahvoling? Qo'ling xili yaxshi bo'lib qoldimi? Ahvolim yomon emas, lekin shu sen bilan ko'rishmay yuragimdan chatoq chiqyapti. Ya sen kep yo'qlab qo'yaymi demaysan? Voy, mening qilinligini. Shundaqmi gap qilamsan? Rostdan desam, men namusini bakla ko'rgim keldi. Lekin yana nima amal? Qiz bal degan ya uyingga qolgancha borg'il bo'lmaydi ekan. Bek nomuschan deysan. Agar sening o'rningda boshqa qizlar bo'lgan bo'lsa, kunda necha qitim uyimga kelgan bo'ladi.
Buptu, sen mening qishimga kelganda xijil bo'lsang, men sening qishingga boray. Sen hozir neda? Sen kalı üstüp yetip kalgan dursan, qandaq kelalaysan? Qandaq kal ekan menga usdigan. Kali menga usmidi. Men shu kalidan qochima deb yiqilib tushdim. Bo'ldi, bu gaplarni qilishmay, sen hozir neda? Men hozir bozor bo'yida narsa kerak sotib olg'u chiqqan. Meni saqlab turaman, hozirlik qishingga boray. Voy qulub, o'chan. Voy, nima bo'ldi balam? Tuyuqsiz vayjallab ketding-ku. O'chan. Yaqay ana hechnim bo'lmadi, shu esimda yo'q. Qo'limda yana tirab sapdimi? Esta, balam diqqat qilsang olmamdi. Tek qo'lingni tangdirg'ili endi 3 kun bo'lgan tursa, yaxshi aramamsan, ma qo'lingning saqayishiga ta'sir yetadi, balam. Her kuni uyda yetib bek zerikib ketdim ana. Şun havalangach Dilnur bilan ko'rishib kelay degan. Yaxshi harakat qilmasang to'g'ri bo'ladi, jinim balam. Bo'pti, ko'rishib kelgin. Ko'rishganda Dilnur qizimga salomimni yetkazib qo'ygin balam. Akila qo'lingni ko'rib baqay. Kal tipletgan qo'lingmishmi? Yana masxara qilyapamsa Dilnur? Kali tepetishni demak arzu qilamsa ya. Agar rostlik kali tepetgan bo'lsa qishim qanday qilalaydim? Yaqay chaqchaq qilib qo'ydim. Hergiz unda bo'lmasin. Sana bir ish bo'lib qilishni men hergiz xohlamayman. Rostdan desam, seni bek chapaga solib qo'ydim. Meni deb shuncha cho'ng qurbonliklarni beryapsan. Hammaga men sababchi. Shu topda oldingda o'zimni to'liq xijolatchilik his qilyapman. Nimalarni da'vat etsadinglar? Qalaymiqan gap qilib ko'nglini yerim qilma. Bu sening savalliking emas. Lekin men bu qiyinchilikni cho'qim yengaman. Bu filmning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizni qo'shib bering. Ko'p qismli to'r filmi To'yliq mojarosi. 7-qism. Nimalarni da'vat etsadinglar? Qalaymiqan gap qilib ko'nglini yerim qilma. Bu sening savalliking emas. Lekin men bu qiyinchilikni cho'qim yengaman. Haras, dadamcho boshqa gap qilmaganda. Shu qaysi kuni ochiqlashib qolgancha dadam bilan qaytib paranglashib baqmadim. Sen degan gapni ocham deb qo'ygan, ocham bu gapni dadamning samiga sab qo'yibdi. Ocham yana sening qo'lingdan qayrilib yetib qolgan ishingni degan o'xshaydi. Balam Farruq, qarasam do'konda gilam xila oz qapti balam. Mal to'liqmasak bo'lmoqdek. Yana Urumchida akramda dada gilamni? Ya, bu qatim gilamni ishkirdan bevosita elib chiqaylikmikin deb o'ylayapman balam. Bir-ikki zavtidan aloqalashib qo'ydim. Bo'ldi dada, siz degandek bo'lsin. Dada, Dilnurning deyişçe bizga qo'doldigan taraf mushu 1-2 kunning ichida to'yliq pulni to'liqlab akilamiş. Yana bir gap dada, sening kuyoving o'g'li o'rin tutib yetib qopti. Nimda bo'lsa? Kimning yo'qligi u? Men taqo gadankashni o'g'lim deb e'tirof qilganim yo'q. U soltab uzluchidaga 2-4 tal to'yliq pulni tanlab qo'yib, men kuyoving bo'lmoqchimikan? Unda asan ish yo'q. U ozgan dena 30 ming yuanni shaqqida oldim qo'ysin. Ondan o'lish baqarman bu ishni. Qani degina, nim bo'pti gadankashga. Qaraganda to'yliq pul egri kelib yetib qolgan o'xshamamdi. Shu kali usgan o'xshaydi. Voy yo'q. Shu kalidan o'zini qaychirib qo'lni qayryapti. Sit. Qarag'ini usultekning holiga. Texi mushalig'i menga kuyog'li bo'lamish. Bo'ldi. Quruq gaplarni qo'yib, menga 2-3 qor kiyim tayyorlab ber. Necha kunning yoqi oyog'i chiqmaydigan bu to'y ishlarini deb tijorat ishlari keyin ketib qoldi. Qarsam do'konda malning tayini qolmabdi. Shunga akang bilan birga sayohat qilgach, ishga kirib chiqay. Yaxshi-ku dada, sen ishga kirib o'ynab chiqsa degina. Endi biz bu to'yning ishini qanday qilamiz ondan? Nima to'y ishini? To'la saprayni o'ylatma. Mening azaldan nesi ish bilan qushim yo'q. Ishkidan chiqqandan keyin bir gap bo'lsin. Voy, endi qanday qilay? Yana 30 ming qo'y to'yliqning gapini qilib yuribdi-ku bu dadang.
Ko'taramsan sangiltib ol degandek, bu pulni qandoq topaman endi? Nafsi nimanchi cho'ng bu dadangning? Bu dadangning nazariga ilinmoq nima degan tez, ha? Puldan boshqa tunimamda bu sening dadang. Qaraganda ko'rdigan kunim buningdan keyin oldinda o'xshaydi mening. Ko'nglingni yerim qilma. Shu tapda men nima qilishni, sana nima deyishni bilmayapman. Bu nima ishdir? Sen ama aqida qilganing o'tishliq, sana hech qilib bermadim. Qiz bola deganning qo'ldan ko'p ish kelmaydi ekan. Mao kartadagisi maoshimdan yig'ib qo'ygan azroq pul. Mao anam hayot vaqtida ilib bergan uzuk, hammasini to'yimiz uchun ishlataylik. Bu kunlarda sen ancha patat-patqalligini ko'rib, betim duyaram bo'lib ketyapman. Ko'zimdan yosh qurmayapti. Bu yolg'iz sening to'ying emas. Bu narsalarni az bo'lsin qabul qilgan. Agar yana qiynalib qoluvdek bo'lsam, men bu yana amal qilaman. Yo'q, bunday qilsam bo'lmaydi Dilnur. Men bir o'g'il bola turib bunday qilsam, vijdonimga qanday yuz kelalayman? Buni o'zing ishlatgan. Men buni olsam hargiz bo'lmaydi. Meni mushunchilik tushunganingga, men mushunchilik kuyunganingga, mushunchilik aqida qilganingga ko'p rahmat. Mushu gaplaringning o'zi menga cheksiz kuch-quvvat ato qildi. Sen xotirjam bo'l. Men seni hargiz yerga qaratmayman. Men bu to'yni chuqur muvaffaqiyatli o'tkazib, seni baxtli qilaman Dilnur. Haras, yolqin akam bilan ko'rishib boqamsan ya. Yolqin? Kim o Yolqin degan? Bu filmning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizni qo'shib eling.